Voy qaynısingiljon. Ha, Hozirgina shupurgan joyimni to'sib men demoqchi edim. alam qilsingil muğanizga qilasizda, hali boshimda juvib, bitimni ham terib qo'yasiz. Ey, yuzdan narsalar yarmini toshib ketgan opam qanday? Ukajon, erim yaxshi, qaynanam yaxshi, faqat shu bitib o'tir qaynasinglim azob berib qo'yag'aymaydi. Hozir ilk soatda mulla menga eshakchaday qilaman, patir bitdi. Xudo xohlash yoshligingizda yomon ketavergan bo'lgansiz, ha? Jiddalar. Qaydan bildingiz? Kichkina qizingiz chista o'zingizda. Tezyan kiyimlaring kiyib ishlar, zilg'illar. Senga ham umringda birinchi marta kimdir qiziqyapti. Yangicha bering, o'zim shipiraman. O, muncha tozaman kirlar kim yuvgan? Ha, iltimos senga shuni qaynasinglim jo'g'anding. Qo'lday xizmatingizni qilaman. Burchat qilib yuboring, kelin. Ha, ana qaynasinglim jo'g'an. Ha, qiz bilan kir yuvishiga qaramam, kompot bo'lsa bo'lar ekan-da. Qudag'ay qiz, navoda uylaringizda qora ochki yo'qmi? Hey, ko'zingizda quyosh olyapti. Quyosh bo'lsa mayli-da, chiroyingizga ochki taqmasdan qarab olmayapti. Nima qilay, o'zi shunday chiroyliman-da. Sekinroq sepkinlarsiz to'kilib ketmasin. Opang yaxshi yashash uchun Balchiqdan quruqxona ham Nilufar gul deyaver ekansan-da. Bo'pti, opa, men ketdim. Xudo bola sizga deb pirog qilyatdim. Toza zo'r qiz ekanda, siz pirog qilishni ham bilasizmi? Avval faqat yer edi, bugundan qilishni ham o'rgandi. Iltimos, yangacha mash ukangizga meni to'g'rilang. Hamma aytganingizni qilaman. Voy, shuncha yashab qaynasinglimga nima kerakligini bilmagan ekanman-e. Men bilayda, buningizga bitta yaxshi er kerak ekanda. Bo'ldi, tilla qizim, paxta qo'yavermang, maktabga nima olish kerak? Dadajon, menga fanfet, kompyuter, elektron doska, naushnik, telefon kerak. Yo, siz o'xshab bormoqchimisiz yo texnika magazini ochmoqchimisiz, qizim? Olib bermasangiz maktabga bormayman. Chiroyi o'zimga qo'yanchi qilib chesta senga o'xshagan. Hamma narsaga men aybdorman. Maktab bozorni men siqingizlar. Men vaqtimda hammasi qanday oson edi. Ha, bozordamiz. Ayman turxirang chisilliq ruchka bor ekan, shundan abiring. Zo'r ekan bolam, lekin 4 ta zapas bilan oddiy shishali ruchka olasiz, 1 yil ishlatasan. Endi menga Zaradan kofta, Gucci'dan sumka, Chanel'dan parfyum olib berasiz. Zara, Gucci'ni Gucci xolang aytyapsanmi? Aka, mana ko'ylaklarni kechki bozor qanchaga berasiz? 8000 bering. Oho! Aya, jerga urvermang. Sen aralashma. 1300 so'm bersam bo'ladimi? Adda, bu kiyim menga ozgina katta. Yo'q, loblayib keldi qizim. Voy, kiyim qulay bo'lmasa, bilim olishimga xalaqit qiladi ada. Ha, yo'q, kiyimda bilimga aloqasi bormi? Bilmagan ekanmiz. Bu ana yarashdi. Bu ko'ylak dadamga ham katta keladi-ku. Hech balo qilmaydi. Keyingi yil ham kiyasan. Endi menga sport forma berasiz, faqat originaldan. Voy, hozirgi bunday bolalar kiyimda originalni biladi. Biz aytamizda ayam bet qarasi bo'ldi edi. Shuni o'zi kiyimda originali edi. Aya birdan menga kurtka bilan dublenka ham olib to'g'ri, lekin o'tkingiz ham yaxshi turib, tali ancha kiysa bo'lar. Juring gazvoda ham kerak emas, mayli aya. Hammasini bermadingiz. Kuni bilan bekorga sarson bo'lib jurdikmi shunda? Ke qizim, o'zim marketdan xohlagan narsani tanlaymiz. Uzum karta bor. Chegirma bor. Voy, ovqatim kim ketdi? Chuchchi. Do'stlar, bugun tilla qizim bilan maktab forma qildik. Qalay, kiyimcha yarashibdi. Sizlar do'rlaringizni, bizlar do'rlarda 400 ming katta bo'ladi-ku. Unaqasini olmadik, lop-loyiqadan oldik. Maktab forma haqidagi videocham sizlarga yoqdimi? Davomi chiqsinmi? Agar shu videoga like bilan podpisatsiya bosib qo'ysanglar, yana davom chiqadi. Ciao. 72-dubl.